O'zbekiston Respublikasi Prezidentining quyi bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish hamda xususiy sektor jozibadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 302-sonli qaroriga asosan Suvchilar maktabi loyihasi doirasida 141 ta tumanda kamida 3,5 ming gektar yer maydoniga o'quv dala shiyponlarini tashkil etish belgilandi. Suv resurslarini boshqarishda xususiy sektor ishtirokini kengaytirish maqsadida quyidagi ustuvor yo'nalishlar belgilandi. Suv xo'jaligi vazirligi, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti, Agrobank aksiyadorlik tijorat banki bilan birgalikda 2025-yil 1-noyabrdan boshlab suv xo'jaligi sohasi dehqon va fermer xo'jaliklari vakillariga chortoq tajribasi asosida nasos stansiyalar va sug'orish tarmoqlarini davlat xususiy sherikchilik asosida boshqaruvga berishning mazmun mohiyati, afzalliklari hamda tartib va shartlarini tushuntirish bo'yicha alohida reja grafik asosida seminar-treninglar tashkil qilish belgilandi. Agrobank aksiyadorlik tijorat bankiga 2025-2026 yillarda Suvchilar maktabi loyihasi doirasida har bir tumanda bittadan fermer xo'jaligining paxta va g'alla maydonlarida zamonaviy suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish hamda o'quv dala shiyponlarini tashkil etish bo'yicha namunaviy loyihalarni amalga oshirish tavsiya etildi. Suv xo'jaligi vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyat hokimliklari hamda Agrobank aksiyadorlik tijorat banki bilan birgalikda 1 oy muddatda o'quv dala shiyponlarida seminar-treninglar tashkil etish bo'yicha reja grafikni tasdiqlash belgilandi. Bunda tuman hokimliklari seminar-treninglarda dehqon va fermer xo'jaliklari vakillarining ishtirokini ta'minlashga mas'ul hisoblanadi.